Azizlar, mana Chorsu bozoridan keldim. Men Toshkent shahrining Chorsu bozoriga tushdim. Optovisiga kechqurun 15 dakam 10 bo'ldi. Kechqurunga 10. Mana olgan gullarim. Men o'tgan kuni pushti rangini oldim. Karlik atir gulini. Mana endi men voy ekan tagi suv quyilgan. Bordoviy rangini oldim. Mana yaxshi holatda suv quyilgan, yumshoq bo'lib ketdi loylari. Ertaga yorug'da ekaman. Mana sarig'ini oldim. 15 mingdan oldim bu gullar. Mana ildizlar tagidan chiqib yotibdi. Suv quyilgan, nam bo'libdi. Ertaga ertalab ekaman. Juda chiroyli ekan bu karlik. Biz havasda yurdim. Men buni bozordan oldim. Optovisidan emas. Optovida bular yashiklar sotilyapti. Yurganda topardim, lekin kechqurun juda uzoq yurgim kelmadi to'g'risi. Mana endi ko'pdan beri qidirgan tuvagim. Mana shunaqani qidirgan edim. Mana tuvakni oldim, ikkitalikni. Mana bunga tegishiladi. Men ikkita gulimni ekaman, men sizlarga ko'rsataman qanaqa gul ekkanimni. Bularni 10 mingdan oldim. Yaxshi narx, Optoviy bozorda. O'tgan safar men 4 uyda bor deb o'yladim. Olmagan edim. 4 oldim. Mana uyda vermikulitim bor, biogomusim bor. Ularni aralashtirib ertaga ekamiz xudo xolsa. Bularni kilosini 10 mingdan oldim. O'zimizni Chorsu bozordan oldim. Buni Optoviydan olganim yo'q. Bozordan oldim. Mana Femira Lux bilan Selitra Karyera menda yo'q edi. Mana bularni tugaganimda bularni oldim. Ikkalasini 10 mingga oldim. Mana shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hayvon uxlashguncha Allohga omonat bo'linglar. Mana begonya gullari, oldingi sortlarimizdan katta yiriklari. Bularni qancha dedingiz? 25 ekan mana katta qizillari. Ko'p yillik bo'laringiz. Mana ana oqlarichi? Bu ham shunaqa. Ana maydalaringiz qanaqa? Ular karliklisi, ular bunaqa bo'lmaydi. Mayda sort. Keyin ularchi 1 yillikmi? Ular sezonli. Rahmat, sog' bo'ling. Malachay gullari. Mana malachaylar qanchadan ekan? Mana maydasi bu yoqda. Qancha? Yo, tushundim. 9 ming. Ichida qancha yashigida? 24 ta ekan yashigida. Kalalar bor ekan. Mana. Qalaysizlar? Kattamaydi. Ana qora shahzoda gullari. Qora shahzodalaringiz qanchadan ekan? Mana qora shahzoda. Safiya bilan qora. Safiyami? Ha, Safiya. Narxi qanaqadan? Qanchadan? Kattasi 40 mingdan. Kichkinalari bor 25 dan qilib beraman. Shundan ko'p. Safiya degan sorti ham chiqdimi buni? Bu Safiya, Robusta degani bor. Bu Safiya dumaloqli bo'ladi. Ha, bargi dumaloqlik bularni. Mana bargini qaranglar. Bu o'zida shoxlar bor. Shoxlar mana 3 tami shoxi bor ekan. O'zida o'sib shoxlar chiqdi. Mana kattalarimiz qanchadan? Bu kattalarni 30 ming qilib beraman. 30 ming. Bular anaqa, bu ham o'sha Safiya sortidan. Qorasi ham bor, mana Safiyasi ham bor. Qorong'i bo'lganda. Bularning Safiya, qora, Safiya bor. Barglar boshqacha bilinib turibdi, mana boshqacha. 30 mingdan qilib beraman. Mana shefliralaringiz qanchadan? Sheflira 35 ga beraman. Shoxlar yo'qmi? 35 yaxshi narx shefliraga. 70 sm bor bananligi. Ha, bemalol. O'zida o'sgan. Rahmat, bozoringlarni bersin. Mana bu yoqda ham shuncha gullar. Assalomu alaykum. Mana qanaqa gul ma'noyingiz? Mana yashil. Aleksandra Fikus. Ha, fikusni boshqacha sortda. Mana ko'rdinglarmi? Fikusni boshqacha, yana Aleksandra sorti ham chiqdi. Bular narxi qanchadan dedingiz? Mana shular. 15 ming ekan. Yaxshi narx. Atir gullar mana bor ekan. Faqat ochilganini bera olmayman lekin. Aralashtirib beraman. O'tgan. Mana atir gullar. Begonya. Mana bozordamiz. Qalan qo'yinlar qanchadan bo'lyapti?
Voy, kalalar adashma uzr 20 mingda. Yaxshigi bilan sotasizlarmi yo dona sotasizlarmi? Donaga buyoqda qolib 25 mingdan kattaroqlar. 10 ming gaplashdik-ku, sotuvchi ham aytdi. Ana balzaminlar bor ekan. Payazor Dodaston zarur. 15 ming. Oxiri necha ming? Ha? Kelishtirgin. Çiftleri atıldılar. Ana olav renglerin de çoğaldı. Nerede? Nerede? Qora shahzodalar bor ekan, voyinli fikuslar, ana. Borjon! Borjon! Bizal qani? Ana gortenziya gullari, go'zallar go'zali, gullar qiroli. Qanchadan ekan gortenziyalar? 350 ming. 350 ming ekan. 350 ming deyishdi. Ularni kelishtirasizlarmi yo bo'ladigan narsa? Tanlang kelishtiradi. Kelishtirar ekan, kelishtirsa bo'lar ekan. Hech bir? 35 mi? Ana yoki 15 ta. Xuddi shunga kichik. Mana har xil gullar. Bu qishda ham turadi bu. So'g'irmaydi, aqlim. Sotuvchilarning vaqti yo'q narxini aytishga. Petunyalar qanchadan bo'lyapti? Kimda? 1800 donasi. Yashigida qancha? 50 ta, 90 ming bo'ladi. 90 ming ekan bitta yashigi. Mana har xil ranglar bor. Salviyalar qanaqa bo'lyapti narxi? Salviya 1,5 ming ekan. Karlikovый salviyalar. Mana atirgullar, karlik atirgullar. Mana gulingizni nomi nima edi? Deformatika. Deformatika qanchadan bo'lyapti bularingiz? 6 ming. 6 ming don. Ichida qancha yashigida? 20 ta. 20 ta. Mana qor yoqquncha ochiladigan gullar ekan. Orqali tutga beraman. Mana karlik atirgullar tuvakda tayyor ekan. Krizantemalar, rayhonlar. Mana gvazdikalar. Gvazdikalaringiz qanchadan bo'lyapti? Gvazdikami mana gvazdika? 2,5 yashigida qancha? 50 ta bo'ladi. Yashigida 50 ta. Shunda qancha bo'lyapti? 125 ming bo'lyaptimi yashigi? Mana 125 ming ekan yashigi. Har xil ranglar bor. Qancha ekan? Mana karlikator gullar. Karlikator gullaringiz qanchadan bo'lyapti bular? 10 ming. 10 ming dona. Yashigida qancha buni? 40 ta bu. 40 ta ekan. Shunda Nechta olasiz? ma videoga olyaptdim-da. Ko'proq olsangiz kelishtirib beramiz. Ha, chiqishini qarang. Chiroyli gullar. 3 talik, 2 talik. Mana narxini eshitdinglar. Farqi narxida. Bardoviy. Bardoviy. Bardoviy bu narxi qanaqa bo'lyapti? Bu ham 10 ming. Hammasi 10 mingdan ekan. Yasigi bilan olsangiz faqat mana rozoviylari. Chiroyli. Mana olov ranglar bor ekan. Yo'q, kelmayapti. Buni sariq ekan, boshqacha ekan bu. 14 ming. Bu 14 mingdan ekan mana sariq. Bahodir aka. Karlikmi bu ham yo yirikmi? Karlik. Barglar yirikroq bo'lib. Ular xrizantema, sariq, bardoviy xrizantemalar ekan. Mana begoniyalar. Odam ko'p bozorda. Mashina qaynayapti. Bemalol qo'yavering. Aka 1 minut. Go'zallikni ko'ring. O'tkatda patta o'tkata olsan.
Aliandralar qanchadan ekan bolam? Mana aliandr. Qancha dedingiz? 45 ming. Sheflerachi? Sheflera. Cheklar ham 25 ming. Mana gullar hamma joy gul. Bozorni bir pasda gul bosib ketdi, hamma joyini. Mana dahshat gullar. beramiz, ona kelur. Mana begoniyalar yashik bilan olsangiz 20 mingdan ekan. 180 dedingizmi aka? Shu go'zallikdan bahramand bo'linglar dedim sizlarni. Mana bozor to'la odam, yurishga joy yo'q. Mana begoniyalar. Begoniyalar qanchadan dedingiz? Begoniyalar qanchadan dedingiz? Voy, begoniya emas, yo'q, geran. Geranmi? 12 ming so'm. 12 ming. Ichida donalab sota olasizlarmi? Yo faqat yashigi bilan, 15 ta yashigida qancha? Yashigida 15 ta ekan. 180 ming bo'lar ekan. Mana sizlarni bahramand bo'linglar dedim. Ko'ringlar, gullar dedim. Коробкani yopib Mana qo'ying. веселые ребята. Mana bu go'zalliklarni sotuvchilarni vaqti yo'q, tushirish bilan ovora. O'shalandi, boshmi? O'shalandi. Ularingiz qanchadan ekan mana ularingiz? 6 ming yashilgi. Yashiga 6 ming ekan. Qancha nechta ichida yashigida? 11 ta ekan. Ular sukulentlar hammasi shunaqami narxi? Pastda shunaqa. Mana, qazoni ham bor. Dollar. Yo'qol bituni keramizki? Ha, terasiz desam korobkaga berdik. Hamma joy gul, hamma shoshyapti. Chop-chop qilishyapti. Voy, 20 ta yaxshi, 20. Narx qancha ekan? Mana bunchalar yotib yanguli. Chiroyli, shu kechqurun o'pdan bozorga keldim. Assalomu alaykum azizlar. Mana gullar, piyongullar. Bozor endi ochilyapti. Yozgi bozor. Bozor kechqurun kechroq ochilar ekan. Odam qaynayapti. Qancha ekan tolgullar? Tolgullaringiz qanchadan ekan sizdanmi? Hammasi. Hammasi savdo bilan. Mana tuvaklar har xil. Tuvaklarni joyi. Hamma narsa bor, har xil tuvaklar bor. Mana gullarga udobrinyalar. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bu gullaringiz? 2,5 ming. Yashigida qancha bunam? Yashigida 50 tadan ekan 100 ming bo'ladi bitta yashigi. Mana chiroyli gullar. Rayhonlar. Mana kislitsalar. Hop, rozvigim bor. Malinam bor. Qizil uch xili bor. Qizil bor, o'rtasida tochka saroligi bor. Bandalik bor. Yashigi qanchadan bo'lyapti bunisi? Qizil o'rtasida tochka saroligi. Ha, bu ma'lumotlar. Yashigida qancha bo'lyapti bunisi? Nimani? Yashigi xrizantemalar. 50 ta qancha bo'lyapti? Yashigi qancha bo'lyapti?
Bular narxini aytishga vaqti yo'q. Yashiga qanchadan bo'lyapti bolam? Qanchadan berishyapti? 125 ekan. Nardovichi. Mana kala gullar. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lyapti gullaringiz? Qaysi gul? Mana nomi nima edi mana shu gullar? Gvazdikalar. Qancha? Yashigida qancha? 50 ta. 75 ming bo'lyapti. Mana ularchi? Ular ham 1,5 ming ekan. Nima edi nomi? Esmi? Salviyalar. Karlikovaya bularingiz. Karlikovaya bularingiz. Rahmat, bozoringiz bersin. Mana gullar, kechqurun o'qdim bozor. Faqat bular yashik bilan sotadi. Bor orada donalab sotadiganlari.